Hali ko'chalarni yangi asfalt qilishdi. Hali mashina kirgani yo'q bu yerga. Ibn-Sinoda joylashgan hovlilarimizga kelganmiz, sizlarga ko'rsatgani. Bu bitib qoldi. Shunda Stroy Martda narigi beti bo'ladi, Novostroyning orqasida joylashgan. Toshkent tumaniga qaraydi bu. 2 sotuv maydonga ega tayyor hovlimizani hozir narxi 195 ming. Kirishimizda yozgi oshxonasi bor, katta zeleniy zonasi bor. Mashina qo'yish uchun joylar yetarlicha. Bu yerda sanuzor tashab ketilgan. Fasadini ko'rsanglar juda ham chiroyli chiqqan. Hamma kerakli narsalar qilib qo'yilgan. Shu mebelni olib kirasizlar bo'ldi. Narxiga zo'r deb o'ylayman. Sal o'zi narxi balandroq edi. Hozir narxini shu 195 ga tushirishdi. Mana bu hovli qaranglar. Rosa chiroyli chiqqani. Hovli qismi, bu yerda oshxona qismi, razyujni oynali eshik bilan ajratilgan. Kerakli mebellari, texnikalari bor. Xo'p, men bunga yaxshi mazza qildim. Ideyani zo'r qilibdilar. Podvalimizni 60% podval, xuddi holi bor va kotelsiz podval joylashgan. To'g'ri ko'radigan bo'lsangiz, zal qismi, zalni ranglariga yaxshi mazza qildim. Juda ham chiroyli chiqqan remonti. Zalimizni katta qilingan. O'rtada bitta katta sanuzor bor. Va birinchi etaj uchun bitta spalni xonasi bor-da. Ikkinchi etaj bizda общий xonalar soni 4 ta, har bitta xona o'ziga yarasha chiroyli, bitta master spalni bor, bitta sanuzor общий tashab ketilgan. Tanishlarga video jo'natib qo'yinglar. To'liq obzor ko'raman siz profilda yoki eng zo'ri ko'zinglar bilan kelib ko'rganlar maslahat beraman. Narxi 195 ming, kelishamiz. 3 ta yonma hozircha bor. Videoni tanishib jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.